4 yil avval umraga borgandik. Endi hajga navbatimiz keluvdi, borib keldik mana. Allohga shukr. Niyatlarimizga yetdik. Ota-bobolarimiz orzu ham qilish olmagan bunaqa holatlarni. Kecha Ka'ba bilan xayrlashib, yig'lab xayrlashdik. Ka'bajon yana kelay deb yig'ladim edi. Bu boshqa holatda. Allohga shukr. İnsonga boshqa hech narsa kerak emas. Rahbarlarimizga rahmat. Hajga borib mana bu barcha amallar bajarib keldik. Kelishdan avval yuragimni u yerda operatsiya qilishdi. Ham yuragimizni, ham qalbimizni Allohim tozalashi shekilli. Prezidentimizga rahmat. Makkadagi Qirol Abdulloh klinikasida meni davolashdi. Juda chiroyli ishlar bo'ldi, yaxshi. Allohga shukr. Kayfiyatlar juda zo'r. Sharoitlar zo'r. Juda bir chiroyli mehmonxonalarda qilib qo'yishibdi. Juda xursand bo'lib keldik. Rahbarlarimizga katta rahmat.